Bismillahirrahmanirrahim. Jahannamga bir kishi keltirilishligi haqida aytganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Jahannamga bir kishi keltiriladi va qornidan ichaklari chiqib ketadi haligini. Va keyin xuddi eshak o'sha tegirmonni atrofida aylangani kabi bu ham ichaklari atrofida aylanishni boshlaydi. Jahannamni aylanib yuradi. Eshak aylangani kabi doira qilib aylanib yuradi. Shunda odamlar, ya'ni jahannam ahli buni ko'rib, atrofiga kelib, haligidan hayron bo'lib so'rashadi. Ey falonchi olim, ey shayx, ey domla, ey qoraka, siz bizni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmasmidingiz? Siz emasmidingiz menga aroq ichmagin, zino qilmagin, shirk keltirmagin, tavhidingni tuzatgin deydigan? Siz emasmidingiz ota-onaga yaxshilik qilishga buyuradigan? Siz emasmidingiz odamlarni g'iybat qilmagin deydigan? Nima qilib yuribsiz bu yerda deydi. Odamlar hammasi hayratda qoladi. Jahannam ahli nimaga hayratda qoladi? Chunki u odamni bunaqa emas deb o'ylardi-da u. U odamni ko'rishni kutmagan bo'ladi-da. Hayratda qolishlik uchun uni joy emas deb bilingan narsani boshqa joyda ko'rsangiz, masalan, o'sha siz uni ko'rishni kutmagan o'rinni ko'rsangiz hayratlanasiz. Jahannam ahli ham shu odamdan hayratlanadi. Bu nima qilib yuribdi bu yerda deydi. Hayron bo'lib qoladi. Bundan bilinadiki, u odam zohiran uni ahlidan bo'lmaydi. Ya'ni jahannam ahlidan bo'lmaydi dunyoda. Zohiran odamlarni yaxshilikka buyurib, yomonliklardan qaytarib yurgan odam bo'ladi. Uni o'zini gapi ham shuni tasdiqlaydi. Siz emasmi bizni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytargan deganda, ha, ma'nadim shu, lekin yaxshilikka buyurardim-u, o'zim uni qilmasdim, yomonlikdan qaytarardim-u, o'zim undan qaytmasdim deydi. Ana shunday bir ulkan bir jinoyat sanaladi va ulkan bir jazo bilan kutib olinadi bu. Endi u qornidan ichaklari chiqib ketishligi va uni jahannamda bo'lishligining o'zi ulkan azob. Bo'lib ham boshqalardan farqli, boshqalar uni bitta ko'rganda taniydigan bir gunoh uchun beriladigan xos azob. Yana eshakka o'xshatilishligi undan ustiga yana bir tahqir, yana bir xorlashlikdir. Qarasangiz kimga bu desangiz, yana aytganimizdek o'sha Alloh taolo kimlarni o'xshatgan? Bu hayvonlarga, ilm egalarini o'xshatgan. U ilmki amalga ko'chmagan, u ilmki odamlar uni eshitishligi uchun olingan. Odamlarning nazdida falonchi domla, falonchi doktor bo'lishlik uchun o'rganilgan. Odamlarga falonchaga deyishligi uchun nasihat qilingan bo'ladi. Uni falonchaga deyishadi ham, keyin asli uni o'sha qiyomat kuni odamlarga ko'rinadi. Shunda hayron bo'lib qolishadi. Shundan bilinadiki, hammani ham bu dunyoda kazzobligi, ahli jahannamligi bilinvermas ekan. Hamma ham ko'zini ochib, buni qilayotgan ishlarida baho bera olmas ekan. Odamlarning ko'p omi bo'lar ekan. Odamlar nimaga falonchini eshiturar ekan? Bu botil ahli-ku buni nimasini eshitar ekan, shuni deyishga shoshilmaslik kerak ekan. Mana hadisda kelganidek odamlar ajablanib borib so'rar ekan. Va bundan ikkinchidan ko'p odamlar eshitib yurgan odamlar har doim haq bo'lavermas ekan. Mana odamlarning aksariyati bo'lib ham fosiq bo'ladigan odamlar jahannamni ko'rib hayron qolyapti. Bundan bilinadiki, kishini ko'pchilik g'arib sanaydigan, gaplarini ajab bunchalik emasda deydiganlar ham haqqa chaqirishi mumkin ekan. O'zlarini har kuni chiqib gapirayotgan domlalari botilga chaqirayotgan bo'lishi ham mumkin ekan. Mana hadisda kelyapti-ku. Bu hadisdan shunday foydalar olamiz demak.